Aeroport Pulk va Sankt-Peterburg. Oxirgi videoni chiqarganimdan keyin savollar juda ham ko'payib ketdi. Eng oxirgi videomni kim ko'rgan bo'lsa, 3 yilgacha qamashligi mumkin, bezakument aka-ukalarimizda yangi yildan keyin degan qonun chiqdi degan savollarga video qilib chiqargandim. Bu 3 yilgacha qamoq jazosi kimlarga tegishli bo'ladi? Mana shu videoda aytib o'taman. Oxirgacha ko'ringizlar mana shu videomizda va bittadan like bosib musofirda yurgan aka-ukalarimizga tarqatib qo'yingizlar. Kanalga hadman obuna bo'lingizlar, aeroportdagi holatlarni ko'rsatib boraman. Bu 3 yilgacha qamaydi degan qonun faqat kimga tegishli? Belorussiya orqali yoki boshqa davlatlar orqali chegarani buzib kirganlar, ya'ni legal emas, nelegalni kirganlar, mana shularga tegishli degan qonun. Endi bu yangi yildan keyin qanchalik kuchga kiradi? Bu qachonki 2026 kirib kelgandan keyin shunda aniq bo'ladi. Hatto что bezda kirmay yurgan yoki registratsiyasi yo'q yo reyestrga tushgan, bularga tegishli emas. Agar siz registratsiyangiz yo'q bo'lib qo'lga tushsangiz yoki reyestrga tushib qo'lga tushsangiz, reyestrda bo'lsangiz qo'lga tushsangiz, yangi yildan keyin 2026-yil bunaqa holatda sizni shtraf qilish mumkin administrativniy, liba через красный selo O'zbekistondan bo'lsangiz O'zbekiston, Tojikiston bo'lsa Tojikiston, Qirg'iziston bo'lsangiz Qirg'izistonga yuboradi. Atak sizni qamoq jazosi, ya'ni qamoqqa tiqmaydi. Siz shunchaki registratsiya yo'qligi uchun yoki reyestrga tushganingiz uchun. Bular faqat nelegalni yurganlar yo nelegalni Rossiya hududiga kelganlarga tegishli bu qonun. Aeroport Pulk va Aeroport Pulkdan yangi o'zgargan yangiliklar, qanaqadir yangi qonunlar bo'lsa, hammasini chiqarib boramiz.